Tushda qamoqxona ko'rishning ta'birlari. Tushda qamoqxona ko'rish xafagarchilikka ishoradir. Tushda o'zining qamalganini ko'rgan kishi noto'g'ri yo'lga kiradi. Biror kishi tushda qamoqqa tushganini, oyoqlariga tayoq bilan urilganini ko'rsa, qo'liga tayoq soniga teng miqdorda pul tushadi. Biror uyga qamalganini tush ko'rgan kishi bo'ydoq bo'lsa, badavlat va ko'p farzand tug'adigan ayolga uylanadi. Oilali bo'lsa, boshqa yaxshilik nasib etadi. Zulmga yo'liqqan nochor kishining qamoqxona ko'rishi duosi va qarg'ishi qabul bo'lishini anglatadi. Tor eshikdan, yopiq joydan, qamoqxona yoki shunga o'xshash joylardan qutulib chiqqanini tush ko'rgan kishi o'ngida ham yorug'likka chiqadi, falokati ariydi. Qamoqxonaga kirib, u yerda bemalol o'tirganini ko'rgan kishi o'z tajribalari, urinishlari bilan egallay olmagan ishlarni o'rganadi. Qamalgan kishi tushida qamoqxona eshiklarining ochiq ekanini ko'rsa, qamoqdan chiqadi. Tushida qamoqxona qurganini ko'rgan kishi hidoyat yo'lini ko'rsatuvchi zot bilan uchrashadi. Kimdir vafot etgan biror kishining qamoqxonada ekanini ko'rsa, bu marhumning qarzi borligi, bandalik vazifalarini to'la ado etolmaganini anglatadi. Tushida davlat rahbari tomonidan qamalganini ko'rgan ayol taniqli kishi bilan turmush quradi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.